Men nechta Amerika universitetiga topshirganim ma'qul. Siz o'rtacha 8 tadan 12 tagacha bo'lgan universitetga topshirishingiz eng yaxshi variant hisoblanadi. 2 ta 3 ta rich universitetlar, ya'ni siz kirish ehtimolinguz past, lekin kelajakda regret qilmasligingiz kerak bo'lgan universitetlar. Misol uchun Harvard, MIT hamda Stanford. Keyingisi 4 tadan 6 tagacha match universitetlar. Ya'ni sizni kirish ehtimolingiz bor, siz agar kirsangiz yaxshigina grant beradigan universitetlar. Misol uchun men match universitet qilib, Babson universitetiga topshirganman. Keyingisi yana 2-3 ta safety colleges. Ya'ni sizni kirish ehtimolingiz juda ham baland, kirsangiz juda ham zo'r grant beradigan universitetlar. Bunaqa universitetlarning rankingi juda ham zo'r bo'lmasligi mumkin, lekin kirib qo'yurganingiz yaxshi har ehtimolga qarshi. Siz 12 tadan ko'p universitetlarga ham topshirsangiz bo'ladi albatta, lekin bu sizdan ko'proq vaqt, stress hamda resurslar talab qiladi. Sizga bunaqa bosh og'riqlar kerak bo'lmaydigan bo'lsa, bizga Midway Consultingga murojaat qiling. Sizning hamma bosh og'riqlaringizni o'zimiz yengib tashlaymiz.